Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, aka-ukalar. Mana bugun Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi Yurqo'rg'on bozoriga 2-aprel sanasi bilan Optimchi Feruza akamizni oldiga keldik mana. Aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Aka, bu qancha bo'lyapti? Eski piyoz qidirib yurgan akalarimiz bo'lsa, kelaverasizlar mana. Xolodilnikka bosib qo'ygansiz, ko'karmagan, sveji turgan eski piyozlar mana. Oshpaz akalar bo'lsa, aka, nechta bo'lyapti? Mana katta piyozlar mana aka. Somsali piyozlar 1300 so'm aka. Shu turishi 1000 so'mdan. Shu turishi 1000 so'm. Mana ajratib berasiz somsali qilib 1300 dan, shu turishi 1000 so'm. Aybi yo'q, ko'karmaydi. 20 kun, 1 oygacha ko'karmaydi. Ko'karmaydi, ha? Zo'r turgan. Buni ko'rsatdingizmi? Mana aka ketdi mana. Endi yangi piyozga o'tamiz mana. Keyin 2-aprel sanasi bilan mana Qashqadaryo Qarshi Yurqo'rg'on bozorida yangi piyozlar narxlari mana aka-ukalar. Feruzaga qancha bo'lyapti aka yangi piyoz? 2,5 ming so'm. 2,5 ming so'm. Narxda akamiz bomba qildilar. Mana 2,5 ming so'm bo'lib qoldi. Aka-ukalar, Yurqo'rg'on bozoriga Feruza akamiz olib kelaverasiz 2-aprel. Bugun 2,5. Ha. Ertaga yo 3 bo'ladi, yo 2 ming bo'ladi. Aytib bo'lmaydi. Ertaga misol o'zgarishi mumkin. Bugun yomg'ir yog'sa kovlamaydi buni. 2-aprel kuni mana 2,5 ming so'm narxlar. Bugun kelib olib ketinglar. Aka-ukalar, yangi piyoz narxlari shunday. Yurqo'rg'onga 2,5. Mana aka-ukalar kelaverasizlar, xudo xolasa. Dastavkasi yo'q, uni dastavkasi yo'q. Aka, o'sga ekiladigan piyozdan bor, ha? Ekiladigan bepulidan ham. Bepulidan hozir ko'rsatamiz uni ham aka. Ibrohim, Ha, mana aka. gapimni eshiting. Mana bepul to'kilgani bu, mana. Bepul to'kilgan. Mana. To'kilgan. Ichida buni ichidan ayirib olish. Mana shunday qilib ayirib olaveradi, ha, aka? Mana. Tuzli piyoz bu, mana. Feruzaga ayirib olaveradi, ha, tuzli piyozdan. Bir quritsa buni shamollab mana piyoz ichida. Mana aka. Ovqatga bemalol ishlataveradi. Ikkita desa bo'ladi. Mana bularni ekasizlar, mana bularni ayirib olasizlar. Feruza akamizning tugatishga hozir Mana 60% piyoz. bepulga berib yuboraptilar. 60% piyoz uyga ishlatsa ham bo'ladi. Mana yaxshilik qilib akalar xudo xolasa kelib olib ketaverasizlar, bepul beryapti mana. Bosib taylaganlar. Negativ yozmanglar. Ukalarim, akalarim. Negativ kerak emas. Ha, leshni gap kerak. Ha, mayli, xudo insof bersin ularga ham, negativchilarga ham. Mana aka-ukalar kelaverasiz. Telefon raqamini ayting. 94lik 94lik 528 528 62 42. 62 telefon raqami. Yangi piyozmi, mana bepul piyozmi, eski va xolodilnikka saqlab qo'ygan svej eski piyoz kerakmi? Telefon qilaverasizlar akamizga.